Albatta ishlamasa ham, ishlasa ham, o'zi topsa ham, o'zi topmasa ham, ayol kishining nafaqasi erkakning zimmasida. Ayol ishlasa, ishlagan oyligini hech narsaga ishlatmaslikka haqqi bor. Qarzi bor odamni kapallamasdan ko'mish kerak. O'lsa, mana qarzi bor odam o'lib qolsa, uni 20 metr surp olib kapallash kerak emas, uni 1-2 metr surplar amallab o'rab qo'yib, qolgan 18 metr surpni pulini qarziga berish kerak. Qarzi bor odamni murabbo yeyishi mumkin emas, qarzi bor odamni asal yeyishi mumkin emas, qarzi bor odamni go'sht yeyishi mumkin emas. Qarzi bor odamni yog'li patirnon yeyishi mumkin emas. Qarzi berish farz bu, birodar. Kim qarzdor holatda o'lsa, qabrida olovli zanjir bilan nikohni nima ekanligini bilgan inson uni nima buzishini ham bilishi kerak. Bilmasa yuraveradi. Men nikohim buzilgani yo'q deb. Holbuki minglagan odamlarning nikohi yo'q hozir. Nikohim bor deb yo'q o'zlari bilmaydi. Ma'ruzalarda eshitgandan keyin nechta odam kelyapti. Yo qorakan, men necha martalab xotinimga sende xotinim yo'q. Yo'qolbetdan ko'zimni ko'rmadi haydagan ekanman. Bir ma'ruza eshitib qoldim, bu sende xotinim yo'q. Ko'zimni ko'rmadi, taloq tushar ekan. Men necha marta shunaqa deb yuborganman deydi. Ko'ryapsizmi? Ma'rifat yo'q bo'lganligi uchun necha yildan beri xotini bilan zino qilib yuribdi. Sende agar sigaretni o'zingizlar uchun tashlamasanglar, birodarlar, farzandlaringizlarni salomatchiligi uchun tashlaylar. Yana qaytarib aytaman, yer yuzida astma kasaliga uchragan yosh bolalarning ichida 1 millionga yaqini otalari sigaret chekkanligi sababli astma kasaliga duchor bo'ladi. Ko'zinglarni katta ochinglar, sigaret chekargan. Endi bu tomondan tashladib aytib qildira olmasak, endi bu tomondan aytishga to'g'ri kelyapti. Hattoki agar majbur bo'lib, masalan, qo'li kaltalik qilib, vaqtincha ishlamas, biron bir betob bo'lishi mumkin va hokazo, ayoli biron bir haq o'tib qolsa, puli yoki bir o'zing ishlayapsan, topgan pulingni o'zing yeb ichishingga, kiyinishingga o'zing ishlat deyishga erning haqqi yo'q. Mabodo ayol kishi topgan pulidan o'zi kiyinsa, o'z yeb ichishiga, ro'zg'origa ishlatsa, o'sha ishlatgan pulini eri hisoblab qaytib berish kerak. Chunki ro'zg'or erkakning zimmasida. Kelindan pul olishni halol deb kelinidan doimiy ravishda pul